Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bitta pritsepimiz sotildi. Shuni bir obzor qilib beramiz. Mana bir mostlik pritsepimiz razmeri 2 metrga 1.30 bo'ldi. 14 lik baloqlar mana chiroyli qilib baquvvat qilib berdik. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Murojaat uchun telefon nomerlar mana 99 lik 577 46 46 88 lik 528 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Kimga bir mostlik, 2 mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozir 2 mostlik pritseplarimiz ham bor. Ularni ham obzor qilib o'ramiz. Mana Surxondaryodan kelgan akaxonlarimizga parkoplarni ham ustanovka qilib berdik. 1 tonna 600 zamoqlar bilan qilib berdik. Kimga bir mostlik, 2 mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol qilaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefonlarni boya ko'rsatib o'tdik. Pritsep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Osiyo bozori yonida mana Suhrab servisga bemalol kelaverasizlar. Surxondaryodan kelgan akaxonlarga pritsepni topshirdik mana. Pritsepimiz 2 metrga 1.30 pritsepimiz ustanovkalari bilan 9 million ma'qul. Fazil aka, sizga pritsep ma'qul bo'ldimi aka? Bo'ldi, ha, zo'r ekan. Surxondaryoning qaysi tumanidan keldingiz? Surxondaryodan Sherovatdan keldim aka. Aha. Qachon zakaz berdingiz? Bir hafta oldin zakaz qildim. Aha. 4 kunga tayyor bo'lgan ekan. Aha. Pritsep ma'qul bo'ldimi aka? Ya zo'r tayyorlagan ekan aka. Yaxshi. Surxondaryodan kelib har kuni bitta ikkita pritsep xarid qilib olyaptilar mana. Mana birkelarimiz, mana bu yerlar raqam urib berildi. Mana hujjatlari mana. Hujjatlarini beramiz. Gayga borib, nomer texpasport olaverasizlar. Bexujolat o'z vaqtida nomerlarni olib, taqib xizmatni qilib yuraverasiz. Aka, ishlaringizga omad, oq yo'l, salomat bo'ling. Rahmat aka, katta rahmat. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi kunlarga ishlating. Hammaga tavsiya qilaman. Mayli, salomat bo'ling. Hammaga like'larni bosamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Kimga bir mostlik, 2 mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.